Qamashi tumani Qo'g'a qishlog'ida yashovchi Nurmamat Norqo'chqorov 1999-yildan buyon o'rmon xo'jaligi tizimida mehnat qilib keladi. Shu davr mobaynida u ishchi, o'rmon qo'riqchisi, o'rmon ustasi va turli rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritdi. 2015-yilda amaldagi shartnoma asosida 57-konturdagi 3,5 gektar maydonni olib, dorivor va manzarali daraxtlar hamda butalar yetishtirishni boshladi. Keyinchalik ko'chatxona tashkil etdi. Dub, kashtan va qirim qarag'ayi ko'chatlarni ko'paytirish bilan shug'ullandi. Mana bu qirim qarag'ay deyiladi. 2001-yildan boshlab ekilgan. Mana bu mevasi bu. Mana urug'i. Bundan olib nasib bo'lsa ko'paytirish niyatimiz bor urug'idan olib. Mana bular ham shu qirim qarag'ay hisoblanadi. Mana bu na'matak daraxti 2,5 gektar joyga 1,5 ming tup ikki qator qilib ekilgan. Har 1 metriga bir donada mana terak ekilgan. Mana terak ham bor. Shu na'mataklar orasida. Dorivor daraxt hisoblanadi bu. Mana hozir ayni gulga o'tirgan vaqtda mana bu ko'rib turganlaringiz kashtan. Kashtan daraxti bu ham sho'rlikka, suvsizlikka chidamli daraxt hisoblanadi. Mana bu guli. Bu borib mevaga borib sentabr oylarida meva bo'lib, mevasi pishadi, mevasidan olib ko'paytirish mumkin. Mevasidan ber ko'paytamiz deb qiziqqan odamlar bo'lsa, kelib mevasini terib ketsa bo'ladi, bemalol. Bepul, bexarajat benasi berib beramiz. Mana bu ham dub daraxti deyiladi. Mana tarbiyada 5-6 yildan beri ko'chat. Mana bu ham xuddi shu yuqoridagidek suvsizlikka, sho'rlikka chidamli daraxt. Nurmamat aka Yashil makon umummilliy dasturi doirasida ham faol ishtirok etib, 1,5 gektar maydonda olmazor barpo etgan. O'z hisobimdan bir 600 tup olmani olib kelib Yashil makon barpo qilganmiz. Nasib bo'lsa mana hosilga sharafasida 2020-yil ekilgan. Shu o'z hisobimda qo'shay Yashil makonga deb mana 1,5 gektar joyga olma ko'chati ekkanman. Kripsion, golden, semerenka olmalar ekilgan. Buni yana bir 5-4 bir nok ko'chatlari bor, bihi bor. Har xil ko'chatdan ekkanmiz. Umumiy yer maydoni 3,5 gektar hisoblanib, shundan mana na'matak, terak, ko'chatxona, yashil makon o'z hisobimdan buni bari shu o'rmondan qo'shimcha foydalanish shartnomasi bo'lgan bo'lishi. Shunga mana 30-40 so'dek kasik ekkanmiz. Buni ham elimizning, xalqimizning bozorimiz obod bo'lishi uchun. Bu bozor obod bo'lib, bitta yarimta kam ta'minlanganlarga ham berishimiz mumkin. Ular nima qiladi? Qishloqdan keladi, karshga kovlashadi, karshga beramiz. Ekishadi, karshga ekib beramiz. Mana bu ko'chatxon daraxtning bog'ning ichiga arpa ekkanmiz. Bular o'zimizning ehtiyojimiz uchun. Shunga ham bitta odamlar kelib yordamlashadi, o'rishadi, egishadi. Xullas shu yerdan shu ro'zg'orimizni obod qilib kelyapmiz. Ba'zi biri Yaqindan buyon Nurmamat Norqo'chqarovning tinchi buzilgan. Amaldagi shartnomasi bo'lishiga va har yili o'rmon xo'jaligiga belgilangan to'lovlarni amalga oshirib kelayotganiga qaramay, tuman hokimligida 3,5 gektar yer maydonini zaxiraga qaytarish masalasi ko'tarilgan. Shuningdek, o'rmonshunos yerdan ixtiyoriy voz kechish haqida ariza yozib berishi lozimligi aytilgan. Mening shartnomam 2030-yilgacha uzoq muddatli shartnoma. Ikki taraflama tuzilgan. Menga tuman hokimligiga chaqirib, yer tuman zaxirasiga o'tish uchun ariza talab qilyapti. Men buncha mehnatim bilan zaxiraga berishga qiynalib, men qanday beraman? 30 yillik mehnatim qayoqqa ketdi bu? Qancha xarajat bo'lgan, qancha narsa sotib olganman. Lekin shu joylarning bariga men 3,5 gektarga har yili 8 million, 10 million o'rmon xo'jaligiga kirim qilaman. Yillik shartnomaga. Har yiliga yillik kiritiladi, lekin men shartnoma mana Vazirlar Mahkamasining qarori bilan bo'lgan. 993 qarorim bor. Kelishuv shartnoma bor, keyin ilova 674 qarorim bor. Bu narsalar ham kiritilgan. Rahmat, prezidentimdan iltimos qilaman. Tuman viloyat hokimi Murodjon Azimovdan shu qarorini bir qayta ko'rib, men 50-konturimda chiqarib, o'z ixtiyorimga shu davom ettirishni xohlayman. Bundan ham obod qilishga harakat qilaman. Qashqadaryo viloyati hokimligi tegishli davlat organlari va mutasaddi idoralardan ushbu holatni xolisona o'rganishni, qabul qilingan qarorlarning qonuniyligiga,
huquqiy baho berishni hamda murojaat yuzasidan asosli izoh berishni so'rab qolamiz.